Allah'ın El-Qahhar degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi diktanlağa Ustad Abdüveli Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isim sifatlarının kısqış tefsiri dersliklerden Allah'ın El-Qahhar degan isim sifatları haqidagi tefsirini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da 6 yerde tilga ilingan. Sure Sad 65. ayetide tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke kafirlarga aytqin ki, men faqat bir agahlandırgıçıman. G'olib bir Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. El-Qahhar düşmanlarının umurtqalarini sundurup mağlup kılgıcı yoki ularni yo'qitib etish orqali yoki xorliqqa duchor qilish orqali mag'lub qilg'ichi degan mazmunni bildirdi. Balki olamda qandoq bir mavjudot bo'lsa, shu zotning qudrat qo'lida bo'ysundirilgan degan mazmunni bildirdi. Allah subhanahu va taoloning Al-Qahhar sifatida bütün olam u zotning qudrat qo'lida ojiz sanaldi. Bütün olam mavjudotni terildirgandan keyin hamma mavjudot Allohning hukmi bilan yo'qolganda Allah subhanahu va taolo xitob qilib, bugungi podshohlik kimga xos deganda bu savolga javob beradigan hech qanday bir mavjudot qolmaydi. Allah subhanahu va taolo yegona g'olib zotga xosdir deb javob berdi. Bendiler Allah'ın El-Qahhar sifatini bilgandan keyin özlerini aciz sanış gerek. Ve şunun bilen birge Allah subhanahu ve Taala'nın El-Qahhar sifatidan insonlar o'ziga qandoq bir xulosa chiqarish kerak? İnsan o'zining dushmanini mag'lub qiladigan holatda bo'lish kerak. Uning eng ashaddiy dushmani shaytondir. Uning düşmanlaridan birisi uning qalbidagi havoyi hafsi, ya'ni nafsi bo'lib, ana bu narsani mag'lub qila olgan kishi Al-Qahhar sifatidan o'ziga ulush ajratib olgan kishi bo'ladi. Agar Allah subhanahu va taoloning yo'lida qilayotgan harakatlarida oldida to'siq bo'lgan hamma narsalarni mag'lub qila olsa, bu Allohning Al-Qahhar sifatidan o'ziga ulush oladigan banda hisoblanadi. İnsan Allohning yo'lida xizmat qiladigan bo'lsa, uning oldidan to'sadigan to'saqlar ko'p bo'ladi. Bu to'saqlarni Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda tarjimasi: aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar tapqan pul mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdan so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib Allohning payg'ambarlariga yordam bermasanglar, u holda sizlar taki Allohning amriga kutinglar. Allah fasık kavmni, yani Allah'ın dininin çek çigirisinden çıkıp ketkiçilerini hidayet kılmaydı. Sure Tevbe 24. ayet. Yani Allah'ın yolunda mihnet kılıdığan kişiye mana bu tosuqlar bo'lişi mümkün. Mana bu vakitte iman sınırlıdır. Mana bu vakitte insan Allah'ın El-Qahhar sifatini tasavvurga so'ndirib, o'zining Allohning yo'lida qilayotgan harakatlarga to'sqinlik qilayotgan narsalarni mag'lub qilish kerak. Ana insonning eng cho'ng dushmanlarining orzusi uning jismini halok qilish bo'ladi. Agar
Allohning yo'lida harakat qilayotgan kishining jini Alloh yo'lida halok bo'lsa, uningga hayot bag'ishlanadi. Allah subhanahu wa ta'ala Al-İmran surəsinin 169-cu ayətində tərcümesi Allah'ın yolunda şehit bo'lganlarni ölük deb gumon qilmagan. Belki ular terik bo'lib Allah'ın dergahidagi rizqdan bahramand qilindi. Yani cennetning ne'matlaridan atigan oqshomda mangulik rizqlantirib turdi. Allah subhanahu wa ta'ala yana Sura Yusuf 39-cu ayətdə tərcümesi Türmüdaş ağinilə tarqaq köp məbudlar yaxşımı yoki qudretlik bir Allah yaxşımı? Sura A'raf 127-ci ayətdə tərcümesi Firavun qavminin çoğları Firavunga Musa bilan onun qavmini ziminda fitne fasad tug'dirishga seni ve senin ilahlarını taşlaşqa qoyub etemsen dedi. Firavun ularning ballarını öldürümüz. Ayallarını bolsa xizmetki selişqe qaldırıp qoyumuz. Biz elbette ularning üstüdün hükümranlık qilamiz dedi. Sura Doha 9-cu ayətdə tərcümesi yetimni xarlama. Elhamdülillah. Yuqorida Ustaz Abduveli Qari rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nur astida Allah'ın güzel isim sübetlerinin kısaca tefsiri dersliklerinden Allah subhanahu wa ta'ala'nın El-Qahhar degan sübetinin tefsirini anıldığınla. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.